Selam dostlar, men Şayan rəssam. Sizning bilan uchrashuv kunini bek zo'rg'ib ketib olam. Chunki tezroq rasm yasov sirlarini do'stlarim sizning bilan da o'rtoqlashasam kela. Atiyanilaringizni da shakirig'iz ali. Men biroz kutib turam. Atiyanilaringiz kelgancha tisli qarindoshlarimni hazırlab qo'ya turam. Biz sizning bilan bugun bolalar fil rasm yasarmiz. G'adigina tugil, balki Şayan, shod ko'ngilli fil bo'lacaq u bizning. Kerakli birlarigiz bormi? Oysaydagiz ali oq qog'oz betida uzuk siziqlar bilan o'zincha tugarak yasaymiz. Bu filning boshi bo'lar. Boshining osqilishidan burun keta, bizning fil burnin iska ko'tarib tura. Ikki yoqqa zo'r quloqlar yasab qo'yamiz. Burun ostidan yon yoqqa tishlarini yasaymiz. Endi ko'zlargina yasaysa qoldi. Filning ko'zlari zo'r bo'ladi. Onun o'rtasini marker bilan aydagizali qoraga bo'yab qo'ying. Mana shunday zo'r ettirib. Gavdasini yasav uchun quloq ostlaridan yarim aylana sizamiz. Ham shunda oyoqlarini da yasab qo'yamiz. Ikki old oyog'i, tuyoqlari tugarak bo'lib ko'rinib turadi. Ortqa oyoqlarini daha birsini yasaymiz. Dörtinchi oyog'i gavda oshabizga ko'rinmay. Quyruqda istab qo'yamiz. Burnini mana shunday siziqlar sizib chiqik. Motorgina fil malay kelib chiqdi. Endi bosib turgan yerida belgilik. Oy, bu Şayan filni yasay qo'lamardi. Balki ikkinchi yo'lga qoldirib turgadir, Nechik, yo'qmi, bo'yimiz. Aydagiz, zangar tisli qarindosh olamiz-da qulog'idan bo'y boshlaymiz. Fillarni boshqa bir hayvon bilan da buta bo'lmay. U yer yuzidagi eng zo'r hayvonlardan sanaladi, ham eng aqllisi-da. Filning burni ko'plarda qiziqsini uyata. Bu burunda 40 dan ortiq muskul bor, ham birgina suyagida yo'q. Filning burni o'zina bir qurol. Fil aligi uzun burni bilan rizq toba, suv ishi. U bek kuchli. Fil onun bilan 1 tonnaga yaqin og'irlikdagi yukni tashiyala. Zangar tis bilan filning gavdasini bo'yimiz. Shulay oyoqlarini da. Quyrug'ini da. Iskitkish. Atiyoqlarin nindi tisga bo'yib. Qo'ng'ir tisga albatta. Amina bu uzun tishlari sarı bo'lsin. Yer üstünde aydagizali bo'yab qo'ying. Men masalan qizg'il sari tisga bo'yim. Fillar jilg'iya hayvonlari. Ondan indi ağaçlar ise aytigizali. Albatta, bigdiriz. Palmalar ise. Şolay bo'lg'ach, bizga munda palma ağaçlari yasarga kerak. Mana shulaydi. Bek jengilgina yasalov.
Буламы балалар? Афәрин. Күк йөзендә кояш та елмаеп торсын әле. Аны без нинди төскә буйыбыз? Әлбәттә, сары төскә буярбыз. Ә менә монда ташлар, комнар да билгелибез. Пальманың кәүсәсен коңгыр төсле карандаш белән буярбыз. Ә яфракларын яшелгә. Безнең фил малае бик шаян килеп чыкты. Үзенең туган җирендә тыныч кына гомер итсен дип телик. Без аның белән менә шушы күзләренә керфекләр ясыйбыз да сау булашабыз. Мин дә сезнең белән, кадерле дусларым, киләсе очрашуларга хәтле сау булашам. Сау булыгыз.